Assalomu alaykum. Yodlaringizda bo'lsa, sizlarga Kanishop profilimda ushbu tvorojli sirni tanishtirgan vaqtimda kommentariyda nol so'rasangiz shuni retseptni o'rgataman dedim. Eng ko'p so'ralgan retseptlardan biri bu ko'pchilikning sevimli deserti bo'lgan San Sebastian bo'ldi. Hozir sizlarga San Sebastianni hamma sirlari bilan ushbu tvorojli sir bilan birgalikda pishirib ko'rsatamiz. Bizlar San Sebastianimiz uchun 1 kilogramm krem cheese, 5 gram tuz, 250 gram shakar, 5 gram vanilin, 5 dona tuxum, 490 gram qaymoq, 25 gram un bilan 25 gram kraxmal kerak bo'ladi. Eng muhim San Sebastianning foydalaridan biri bu hamma narsa bizda xona haroratida bo'lishi kerak. Birinchi bo'lib bizlar krem cheezni, shakarni, tuzni, vanilinni hammasini salamizdan va saborotda miksida bir xillatib aralashtirib olamiz. Buning uchun bizlar o'pishi 2 minut vaqt ketadi. Keyin tuxumlarimizni birdan chaqib, qarshi aralashtirib ko'pirtirishda davom etamiz. Shundagina biz gladki massaga erishamiz. Oxirida qaymoq solinadi, qaymoq ham bir aralashtiriladi. Un bilan kraxmalni qo'shib turib, bo'yni bir aralashib olinchalik mikseratamiz. O'pishiga bizda bir 7 minut, 10 minut vaqtimiz ketadi. Asosiy massamiz hozir bizga tayyorlab oldik. Hammasi xona haroratida dimdor bo'lib, tayyor bo'lib, gladki bo'lib chiqdi. Endi men sizlarga hozir duxovka temasida ozgina tushuncha berib o'taman. Ko'pincha o'quvchilarimiz, shogirdlarimiz ham shu masala ozgina o'ylantiradi. Duxovka masalasi. Uydagilar ham, конечно, bu necha gradus ekan, necha gradus ekan. Internetda bir retseptlarga yordam shu gradusdasi shularga o'xshamaydi. Buni asosiy bir sababi bor. Hamma uyda gradus har xil bo'ladi. Bu tokda ishlashini, pechkalarimiz gazda ishlaymi, masalan, shundan bog'liq, tokning chiqarishidan bog'liq. Masalan, domda yashaydiganlar hamma vaqt internetda 150 gradusda bostirsa, 150 gradusda pishirsalar o'xshab chiqadi. Nechun desa, domlarda hamma vaqt tokning kuchlilik darajasi 3 fazada bo'ladi. Uylarda, hovlida yashaydiganlar ko'pincha 2 fazada bo'ladi. Tok bunda baribir masalan 170 gradusda pishishi kerak bo'lgan narsa, internetda ko'rsatilgan narsa 190 da yoki 200 da pishadi. Birlar tok past bo'ladi, uni hammangizdan yaxshi tushunasiz. Bu gapimni 220 da pishiradigan odamlar ham bor. San Sebastianda bizda eng muhim masala bu gradus masalasi. Gradus pishirgan vaqtimizda hozirda men masalan обычный gradusim 150 gradus. Duxovkamda hamma vajin 150 gradusdan zo'r bo'lib chiqadi. So'salar masalasida biskvitlar ham to'shni shuning. San Sebastianni hozir men birinchi dukkanimda 15 minutda 30 gradus pastrokat dukaman. 120 gradusda dukaman. 120 gradusda 15 minut, 150 gradusda 15 minut, 180 gradusda 15 minut. Jami 45 minutda bizning San Sebastianimiz tayyor bo'ladi. Bunda обязательно biz 3 pog'ona bo'lib turib, 3 xil gradusda pishirishimiz muhim. Chunki bizda yashinchi xamirimiz yo'q, namiz yo'q. Ozgina un bilan kraxmalimiz bor. Massamiz zo'r bo'lib chiqishi kerak, mazza bo'lib, yumshaqqina bo'lib chiqishi kerak. Biz hozir qalbimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga qog'ozlar bo'lmagan kerak bo'ladi. Bizga folga ham kerak bo'ladi. Ikkisidan ham biz foydalanamiz. Sababi bizning massamiz suyuq massa, tushib ketish ehtimoli juda katta. Shuning uchun ham buni ikki sovuqna bilan beklab olamiz. Har 15 minutda biz San Sebastianimizni gradusini o'zgartiramiz. Bu hozir birinchi 15 minutdan keyingi ahvoli. Ikkinchi 15 minutimizdan keyingi ahvol, oxirgi finish. Ko'rib turibsizlar, San Sebastianimiz tayyor bo'ldi. San Sebastianimiz ham sovdi. Sovigandan keyin buni 5-6 soat davomida xolodilnikda qo'yamiz, keyin kesishga tayyor bo'ladi. San Sebastianni kesganimizda pichoqimiz issiq bo'lishi kerak, shunda bizlar xushayatib, tekizatib kesib beradi. San Sebastianimizga suyultirilgan nutellalarimizni qizamiz. Mevalarimizni solamiz. Bismillah. Krem cheese'ni mazasi yomon emas, dajadan zo'r. Sizlar ham endi San Sebastianni tayyorlashni hamma sirlari bilan o'rgandingizlar. Albatta, buni uyda tayyorlab ko'rganlaringizda bizlarni duolaringizda eslab qo'yishni unutmanglar. Sizlarga yana nechta retseptlar qiziq bo'lsa, kommentariyada so'rab o'tinglar. Biz sizlarga retseptlar o'rgatishda davom etamiz. Hamma vaqtning eng muhim eslatinan tort mahsulotlarini tayyorlash uchun kerakli hamma narsalarni Kanishop magazinlaridan asoslab oladi.